Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Yaqinda bir video ijtimoiy tarmoqlarga keng tarqalib, jiddiy muhokamalarga sabab bo'ldi. Ikki o'zbek yigiti menimcha birovini sevgilisi bo'lgan Turkiya davlatini Istanbul shahriga borib, izidan u qizni o'ldirib, qotillik jinoyatini sodir etdi. Qasddan odam o'ldirish deyiladi bu. Endi bilmasam sevgilisi boshqa bir turk yigitlari bilan ishqiy munosabatda bo'lganmi, rashk tufayli borib sevgilisini o'ldirib qo'ydi. Yana Gruziyaga qochib ketish oldidan qo'lga tushib, endi qamaladi. Ikki o'zbek yigiti. Bu davlatimizga nisbatan bir yomon holat. Men shuning uchun barcha mas'ul rahbarlardan iltimos qilardikki, bir jiddiy chora ko'rishlarini so'rardik. Mana shu musofirga borib kelayotgan ayollarimizdan, ayol qizlarimizdan iltimos qilardikki, tinchgina borib, tinchgina qaytib keling. Turli xil ishlarni qilib, yaxshi yomon ishlarda zino qilishdan tiyilingda. Masalan, mana shayx arab erkaklariga, turk erkaklariga, mana Rossiyalarga ham borib fohishalik qilayotganlarni ko'plab ko'ryapmiz. Endi ba'zi bir YouTube, Instagram, TikToklarga ba'zi bir videolar chiqarish mumkin emas. Shuning uchun ogohlantirish berib aytib o'tyapmizki, ayol qizlarimizdan iltimos, o'zimizga nisbatan dinimizga, musulmonchiligimizga to'g'ri kelmaydi, isnot keltirmanglar. O'zi ham juda ko'p mana shunday holatlar kuzatilyapti. Shu eskilar aytganki, doningni yegan chumchuq qaytib kelar Makkadan Toshkent degan. Shuning uchun aytib o'tmoqchimanki, O'zbekistonday tinch, O'zbekistonday to'kin sochin yaxshi davlat yo'q. Prosta xalqimiz ham ko'proq qilib, ko'proq tezroq pul ishlaying deb turli xil davlatlarga, musofirlarga borib ishlab kelyapti. Mayli, ishlab kelganingizga ishimiz yo'q-da, ayol qizlarimizga bir davlatimiz tomonidan jiddiy chora ko'rasizlar degan umiddamiz. Mana shunday qotillik jinoyatlari, bir sharmanda bo'ladigan darajadagi holatlar kuzatilmasligi uchun shu davlatimiz tomonidan, O'zbekiston tomonidan bir ehtiyot choralarini ko'rasizlar degan maqsadda ushbu videoni chiqaryapmiz. Iltimos qilyapmiz. Hech qanday unday boshqa niyatimiz yo'q. Shuning uchun barcha mas'ul rahbarlardan qayta aytyapmizki, iltimos qilardik. Mana shu ayol qizlarimizni qandaydir qo'shni davlatlarga musofirga borib ishlab kelishini, qandaydir bir ehtiyot choralarini ko'rishimiz kerak. Yo aka-ukalari bilanmi, yo erlari bilanmi chiqishini ta'minlashimiz kerak. Menday voyaga yetmaganlar, turmushga chiqmagan ayol qizlarimizni O'zbekistondan chiqishini taqiqlashimiz kerak. Sizlardan iltimos, ushbu video murojaatimni o'rganib chiqib, bir qonuniy chora ko'rasizlar degan umiddaman. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, qo'llab-quvvatlaymiz, obuna bo'lamiz, layklarni bosamiz. Fuqarolarimizdan, kuzatuvchilarimizdan yana bitta narsani iltimos qilmoqchimizki, TikTokda yozasizlar lotincha harfda Akmal Nur deb TikTok kanalim ham chiqadi. Iltimos sizlardan shu 10 mingdan oshishimiz kerak. 10 mingdan oshganimizda qandaydir viktorina e'lon qilamizda, bir shaxsga hali uncha kuchayganimiz yo'q. Bir sovg'a e'lon qilamiz. Takishda Akmal Nur TikTok kanaliga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaymiz. 10 mingdan oshganimizda, hurmatli kuzatuvchilar, bir omadli ishtirokchimizga sovg'a bor. Kuzatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.